birdaniga bitta organizmda, bitta organda 3 ta o'sma aniqlanishi mumkinmi saraton? Ha, mumkin. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, bunday holat 1 million aholiga bitta odamga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun bugun sizlar bilan biz YouTube'da shu kamdan kam uchraydigan, butun insoniyat tarixini oladigan bo'lsangiz, bo'lishi mumkin bir statistikani ko'tarib qiziq ko'rganimda, butun insoniyat tarixida 5000 ta atrofida, 6000 ta atrofida bunday holat yozilgan. Bugun sizlar bilan shu haqda gaplashamiz. Ya'ni bemorimiz ham deb bo'lmaydi. To'raqul aka bizga 5-yanvarda bizga keldilar. Kelganlarda to'g'riroq ukalarni olib keldilar. Bular akalar bo'ladilar. To'raqul akaning kelganda ahvoli juda ham yaxshi emas edi. Yurganda charchab qolib, zo'rg'a kelib, qorindagi har xil tushunarsiz og'riqlar va menda nima diagnoz? Doktor, ayniqsa ayolingizga eslayman, erim yashaydimi? Nima qilsak yashaydi yoki men o'zim yashaymanmi deb shu savol bilan kabinetga eshikdan kirib keldilar. Hozir men shu kabinetgacha bo'lgan ahvolni eshitmoqchiman. Nima uchun, misol uchun, o'zingizni turar joyingizda siz doktorga borishga majbur bo'ldingiz va nima, qaysi simptomlar, qaysi belgilar tufayli siz doktorga murojaat qilishga majbur bo'ldingiz? Shuning uchun bugun sizlar bilan biz va yana o'sha har doim gapirib kelinayotgan yo'g'on ichak saraton, yo'g'on ichak o'smalar haqida gaplashamiz. To'raqul aka, avvalambor biz bilan gaplashishga rozi bo'lganingizga sizga ming rahmat. Bu videoni olishdan asosiy maqsad siz aytib beradigan hozirgi belgilar, klinika balki kimlardadir bor, lekin doktorga qanaqadir shu borgisi kelmayotgan bo'lsa, shu sizni bir tarixingizni eshitib balki doktorga borishga hamda o'zini sog'lig'i haqida qayg'urishga balki majbur qiladi. To'raqul aka, menga qisqacha aytib bering, nima bo'ldi, nimadan boshlandiki siz doktorga borishga majbur bo'ldingiz? Bu viloyatda hech qayerda aytish shart emas. Shunchaki turar joy desangiz, menga o'shani o'zi yetadi. Asosiy maqsad hozir nimadan boshlanganligini bilish. Men Qalmirod To'raqulman. Men ancha yaxshi bo'lib qoldim. Sizda nima belgilar bo'ldi? Birinchi doktorga borishga nima majbur qildi sizni? Mana supib yashab yurgansiz, ishlaringizni qilib yurgansiz, lekin doktorga bordingiz. Sabab nima bo'ldi? Ana kundan past og'rib yuraydi. Bijirdab. Hop. Keyin Toshkentga boraman dedim videolarga. Hop. O'zim tekshirtirib kelaman dedim. Lekin siz aytdingizki, o'sha turar joyda borib tekshirganingizda sizni ancha tekshirishdi, lekin qanaqadir to'g'ri sizni diagnozingiz oson, oddiy diagnoz emas. Biz ham 2-3 marta tekshirib ko'rdik, bo'lishi mumkin. Siz doktorga bordingiz, qornim og'ridi dedingiz. Keyin siz qanaqa tekshirishlardan o'tdingiz? Hozir siz bilan faqat Toshkentga hali bugungacha bo'lgan men boshqa viloyatdan o'tdim. Sparta bezi deb chiqardi meni. Nimani bezi? Sparta. Nima edi u? Mana qo'q. Qo'q. Hop. Sidik pufak o'ziga yarada. Sidik pufak chiqarib meni bir oy dori berib pana o'qib berdi. Hop. Dori ichirib yo'qolatib yurdi, men undan yo'qolmadi. Og'riqlar davom etdi. Og'riqlar davom etadi. Charchab ketaverdim. 20 kilo ozayib ketdim mana. Necha kilo edingiz oldin? 90 kilo edim. 70 kilo. Hozir 70 kilo sizda. Nachat shu tekshirishlar mobaynida yoki shu doktorga borguningcha siz 20 kilo oldingiz. Kamayib oldingiz, hop. Shundan keyin u anaga bordim. Ana o'zi ginekologga tushdim, sog'lom deb jo'natdi. Keyin ichagim ana yo'g'on ichakni ko'rsatmadim. Keyin oxiri Toshkentga qarab yo'naldim. To'raqul aka, qarang, agar yo'q demasangiz, akangiz bilan so'ramoqchiman, chunki akangiz o'sha paytda siz yoningizda bo'lgan, misol uchun siz uchun qayg'urgan. Menimcha akangiz ko'proq informatsiya egalay, shuning uchun biroz agar Qo'zboy aka yo'q demasangiz, gapirib bersangiz, kim uchundir bu qanaqadir hayotga qaytaruvchi sizni gaplaringiz bo'lishi mumkin. Bunaqa men bilaman, belgilar bilan juda ko'p insonlar yuribdi, lekin shu qo'rqqanidan onkologga, doktorga borishni xohlashmaydi. Qo'zboy aka, misol uchun bordi, yaxshi bo'lmadi, misol uchun og'riqlar davom etadi dedi. Keyin ichakni tekshirishni sizga kim taklif qildi? Sizga emas, ukangizga kim taklif qildi? O'zing doktorga borib tekshirtirdingmi dedim. Yo'q, bordim dedi. Shunday anadan o'tdim dedi. O'zidan o'tib dori yozib berdi. Ondan qolmadi. Keyin yana Molla Ishanga bordim. Molla Ishan ham buni ana Molla Ishan? Ha, Molla Ishan. Buni bir 40 kun ana o'qildi. Tabibga. Tabib. Hop, hop. Och holatdan o'qildi. Ondan ham yaxshi bo'lmay keyin
ichimning qonimning tagi og'riyapti dedi. Charchab ketaverdi. Keyin men bo'lsam dedim, tashkim boramiz, boshqa iloji yo'q dedim. Ya o'sha yerdan biopsiya olishdimi? Yo'g'onchaga menga aytdilar-ku, ko'rdi dedingiz, 2 marta ham tekshirdi, yo'g'onchadan biopsiya oldi, lekin hech narsa chiqmadi dedingiz. Ha, ular oldida jangadek emirtimi nima qildi-da? Afshima yog'i. Endi dokumentlaringiz bo'yicha balki sizga qiyindir bu so'zlar, kolonoskopiya qilingan, ya'ni yo'g'onchaga kamera bilan kirib turib, o'sha problemali joyi topib turib, namuna olganda o'sma bor. Lekin histologiyada faqat yaxshi sifatli o'sma deb chiqaverdi. Lekin klinikiy saratonga o'xshadi. Lekin 2 marta ham tekshirdi adashmasam, lekin yaxshi sifatli o'sma. Lekin yaxshi sifatli o'smada bemorimiz To'raqul akani ahvollari faqat yomonlashib, keyinchalik ko'ngillanish, qorinda og'riqlar paydo bo'lishi, uning kuchayishi, keyinchalik axlatning suyuq kelishi, keyinchalik misol uchun umuman axlat kelmaslik va undan tashqari gazlarning kelishi ham to'xtashi kuzatildi. Bu yerga kelib turib sizga tekshirtirgandan keyin bizlar qo'rqdik, saraton degandan keyin undan keyin bizlar qo'rqqanimizdan baribir sizga ishondik. Значит, bular bizga kelishdi, ya'ni Respublika onkologiya markaziga murojaat qilishdi. Murojaat qilganda men ko'rib o'rganishdim, rostdan ozgina tushunarsiz holat. Sabab o'sma bor, lekin histologiyaning javobi faqat yaxshi sifatli, ya'ni rak haqida umuman so'z ochilmagan. Lekin bemorimizning ahvoli kundan kunga og'irlashib borgan. Bemor keldi, ko'rdik, значит, o'rgandik shu bo'lim bilan va birinchi bo'lib bemorimizga o'sha kolonoskopiya amaliyotini taklif qildik. O'tdilar. Значит, o'tganda birdaniga birinchi 2 ta o'sma topildi. Birinchisi tushuvchi chambar ichakda va ikkinchisi ko'ndalang chambar ichakda. Razmerlari taxminan 5 ga 5 hamda 5 ga 5 santimetrli o'sma. Biopsiya namuna oldik. O'sha turar joyda ham shu 2 ta o'sma topilgan, lekin biopsiya olganda hech narsa chiqmagan. Biz ham namuna olganimizda rostdan ham hech narsa chiqmadi. Faqat shu shamollash, vaspaleniya, giperplaziya chiqdi. Lekin klinik bemorning ahvoli og'irlashib borayotgan edi. Ich kelishi to'xtadi, gaz chiqishi to'xtadi, qorindan bo'lishi boshladi. Undan keyin biz tez, значит, qorin bo'shlig'ini kompyuter tomografiyasi qildik, ko'krak qafasini kompyuter tomografiyasi qildik hamda kichik chanog'i MRT qildik va shu 2 ta o'sma aniqlandi, rostdan bor, turibdi. Biz kollegial kelishib turib, yana boshqatdan kolonoskopiyaga o'tishni taklif qildik. Faqat chuqurroq o'rganishga. Bemorimiz yana boshqatdan bir kundan keyin qaytadan kolonoskopiya qildi va biopsiya yana oldik. Biopsiya natijasiga ko'ra, o'sha boya aytib o'tgan, umuman insoniyat tarixida juda ham kamdan kam uchraydigan neuroendokrin o'pqil kelib chiqdi. Bu statistik ma'lumotlarga ko'ra 1 milliontaga bitta uchrashi mumkin. Juda ham noyob. Umumiy agar yo'g'on ichak saratonlarini oladigan bo'lsak, bu 1% dan kam degan. Bu juda ham kamdan kam noyob insoniyat tarixida. Tekshirgandan keyin bemorni ahvolini hisobga olib turib, histologiyani hisobga olib turib, biz bemorimizga yo'g'on ichak rezeksiyasini taklif qildik. Значит, bular rozi bo'ldi. Hozir O'zbek aka, sizdan birinchi fikringizni eshitmoqchiman. Shu operatsiya taklif qilganimizda ichingizdan nima o'tdi, xayolingizga nima keldi birinchi? Aytdingki, operatsiya qilish kerak, chunki yo'g'on ichak qilish yaqinda bo'ladi, ichi to'liq berkiladi, chunki kolonoskop apparat o'sma tufayli orqasiga dalchiq o'ta olmagan. Nima deb o'yladingiz? So'ng operatsiya qilish kerak edi, taklifini berdik sizga. Bergandan keyin, sizlar berganingizdan keyin bizlar juda qo'rqdik aka. Bitta emas, 2 ta bor ekan degani o'sma. Hali bu boshlanish edi, u 3 taga aylanadi. Keyin nima qilsangiz, doktor bo'l, sizga nima qildik, rozichilik berdik. Nima qilsangiz, shuni tuzatib bering. Nima deb o'yladingiz? So'ng operatsiya bo'ladi, tushuntirdik, sizdan uzoq gaplashdik, esimda bo'limda gaplashdik. O'sma degandan keyin qo'rqdik bizlar aka. O'sma bor edi, to'g'ri, neuroendokrin misol uchun o'smalarni ko'p joyda balki qo'yishga qiynalishar, chunki bu har kuni uchraydigan o'sma emas bu. Ayniqsa yo'g'on ichakda har kuni uchraydigan o'sma emas, shuning uchun sal histologiya, ya'ni diagnostikasi qiyinroq bo'lgan, lekin biz uni qo'ydik, uddaladik. Chiqir o'rganib, keyin qildingiz operatsiyani ham. Operatsiyadan yaxshigina o'tdi. Operatsiyani endi men bittaman qilmadim. Operatsiya bu shu mini invaziv Respublika onkologiya markazi mini invaziv bo'limining xizmati. Shu bo'lim boshlig'i Abdul Xalilovich, professor Adilxo'jayev, Asqar Anvarovich. Operatsiyadan ham qo'rqdik bizlar aka. 6 soat deganda chiqdi unga yarasha.
Ya 6 soat bo'lmaganda dedim, bemor 5-6 kiradi, soat kutib anesteziyolog o'tirdik. anesteziyolog tayyorlaydi, kateter qo'yadi. Nima bo'lsa Hatto yaxshi. xirurgik bo'lgan bo'lsa 2,5 soat, 3 soat bo'ldi yo bo'lmadi. Endi To'raqul aka shunaqa odammi deymanda, jin gapirmasdan hayotda bilinishib yuradigan. To'raqul aka sizga operatsiya esingizda bo'lsa ancha gaplashdik. Aytdimki, 1-2 kunda operatsiya qilmaydigan bo'lsak, chunki qorindan bo'lish boshladi, axlat kelish to'xtadi, gaz chiqish to'xtadi, operatsiya qilish taklifini berdik. Birinchi nimani o'yladingiz sizdan? Nima deb xayolingiz keldi? Xayolimga juda og'ir deb o'yladim. O'ylanish bo'ldi. Qanaqa bo'laman, hayajon bo'ldi. Mana Xudoga shukr, men ancha sog'ayib ketdim, tuzalib. Doktor, rahmat sizlardan. Iltimos. Meni tuzatib beradilarmiz. Endi avvalambor biz sababchimiz. Ikkinchidan shu Respublika onkologiya markazi, uchinchidan shu bizni bo'lim mini invaziv xirurgiya bo'limi. Bularning operatsiyasi 13 yanvar kuni bo'ldi. 13 yanvar adashmasam, misol uchun bugun 23 bo'ladigan bo'lsa, rovna 10 kun oldin bo'ldi. Operatsiyaga kirdik. Rostdan ham tushuvchi chambar ichak, hozir suratni ko'rishlar mumkin. Ko'ndalang chambar ichagida ikkita o'sma bor. Undan tashqari reviziya qilinganda, ya'ni shu qorin bo'shlig'i tekshirilganda 3-o'sma topildi. Ya'ni ko'tariluvchi chambar ichagida ham o'sma bor. Razmerlari sal kichikroq bo'lgani uchun kompyuter tomografiyasi ko'rinmagan va yana bitta ko'rinmasligiga sabab ko'ndalang ichakdagi o'sma shu yo'g'on ichakni to'liq bekitib qo'yilganligi sababli u yerdan apparat orqasiga oldinga o'tolmagan. O'shaning uchun narigi 3-o'smagacha o'sha kolonoskop apparati o'tmagan, shuning uchun u topilmagan. Bu чисто случайно operatsionni naxot, ya'ni operatsiya paytida qorinda topilgan 3-o'sma. Ya'ni yo'g'on ichakda birdaniga 3 ta o'sma bor. Shuning uchun bu yerda protokol bo'yicha subtotal kolektomiya qilinadi, ya'ni o'ng taraf yo'g'on ichak, chambar ichak hamda tushuvchi chambar ichak to'liq olib tashlanib, ingichka ichak sigmosimon ichakka ulanadi. Boshqa bir hech qanaqa iloji yo'q. Biz hech qanaqa yo'g'on ichakka tashqariga stom ham chiqarganimiz yo'q, teri ham chiqarganimiz yo'q. Hammasi yaxshi va eng muhimi bu operatsiya shu yangi zamonaviy butun dunyo standartlariga amal qilgan holda laparoskopik usulda amalga oshirildi. Shuning uchun bemorimiz shu operatsiya katta bo'lishiga qaramasdan ertasiga bo'limga o'tkazdik. Kechqurun adashmasam obedlarga o'zi yurishni boshladi. Yurg'izib bo'limda aylantirib, shu insonni ham misol uchun oyoqqa qo'ydik. Nimadir o'zgardimi operatsiyadan keyin? Misol uchun operatsiyadan oldingi ahvolingiz, operatsiyadan keyingi ahvolingiz nimadir o'zgardimi? Ancha o'zgarib qoldi, yengillashib qoldim. Yengillash nimada bo'ldi? Yengillash endi tanalarim yengillashib. Eng muhim og'riqlar ketdimi? Og'riqlar ketdi. Endi mayda-chuyda qanaqadir tikilgan joyi ham yo'q o'zi, bo'lsa 2 ta 3 ta 1 santimetrli va bir 5-6 santimetrli hozir ko'rishinglar mumkin, razrez bor preparatni chiqarish uchun. Bunaqa oldingi misol uchun traditsion deymiz, katta hech qanaqa kesilgani yo'q. Ancha sog'ayib ketdim mana. Yaxshi bo'lib ketdim, tanalarim yengilib qoldi. Xo'p, misol uchun qaraganda siz o'ylagandan ko'ra misol uchun operatsiyadan keyingi davr og'irmi yo qiyinmi? Misol uchun tasavvur qilgansiz-ku, misol uchun operatsiya bo'laman, bunaqa misol uchun og'riq bo'ladi, 5 kun betga yotaman, 10 kun yotaman. Shu o'ylanish bo'ldi, og'ir bo'ladi deb. Mana og'irdan o'tib oldim, yengilga mana. Ya'ni eng muhim faktorlardan bittasi bunaqa operatsiya katta bo'lishiga qaramasdan bemorimiz hech qanaqa narkotik dori og'riq qoldirish uchun olgani yo'q. Faqat shu adashmasam bir kunda 2 marta shu boshdagi birinchi, ikkinchi kun ketanol, ya'ni oddiy ketoprofen oldi. Hech qanaqa narkotik, kuchli og'riq qoldiruvchi narkotik dori olganlari yo'q. Shuning uchun laparoskopiyaning eng asosiy yutuqlaridan biri ham shu bo'ladi. Doktor bor, sizlarga rahmat. Mana hamma Slavaya baraqaman, Tashinga keldik. Bizlar bunchalik o'ylaganimiz yo'q edik mana. Sharoitlarni ko'rdingizmi? Sharoitlar zo'r aqar, hamma sharoit. Shu dargohdan rozimisiz? Aynan birinchi bo'lib shu Respublika onkologiya markazi. Sizga mingdan-ming rahmat, doktor bova. Ikkinchisi shu bo'lim mini invaziv xirurgiya bo'limi. Hamma sharoit baraqam, zo'r aqam. Men akam yaxshi bo'lib ketdi. Shunisi menga anavi nasib bo'lsa bolalarga boshib yuzlarini yoriq qilib bersak. Baka Nasir endi uyga javob berganmi, ketgisi yo'qmi deyman. Endi hazillashib aytaman-da, sizga rahmat. Bizdan uzoqroq yuringlar deb endi hazil gap bor, yaxshi gap bor, shuning uchun. Agar biron joylaringiz kimdir bo'lsa ham og'risa shu yerga kelib mana tekshirtirganni yaxshi yaqin. Bu tekshirtirmay ana o'qib beradi, o'zini olib qochib beradi. Lekin tabiblarga borib, tabibga, mollaga borib o'zini olib qochib berdi shu paytgacha. Sog' salomat qana bo'lib ketdi. Nasib bo'lsa doktor boyam javob beryapsiz mana ega. Bugun javob mana soat 23-da bugun ketamiz, soat kechqurun qaytyapmiz. Iltimos qilib siz aytdim, qoling deb. Ancha hammasi yaxshi, Nasirning zo'r.
ayoli shu uyga ketdi, bor va uyda kutib olishdi. Yaxshi. Men senda ancha xursandman aka, shu akamni otday qilib berdingiz, mana nasib bo'lsa. Siz xursand bo'lsangiz, biz mendan men xursandman, chunki shu bir savol beruvdingiz. Ukam yashaydimi deb. Ha, akam yashaydimi deb savol Ayoli keldida, erim yashaydimi? Yana necha yil yashaydi deb aytuvdi. O'sha savolingizga endi men yashaydi zo'r deb javob bermayman. Aytishim mumkin, ukangizni sog'aytirib, ahvolini yaxshi qilib, ha, yaxshi bo'ldi. Polizga qaytarib topshiramiz. Menimcha bundan ham yaxshi bo'ladi, faqat yana 1-2 kun o'tish kerak. Onkolog bilan do'st bo'lish kerak, misol uchun tekshirishdan, o'tishdan qo'rqish kerak emas. Bu dunyoda faqat onkologiya, rak kasalligi yo'q. Bundan tashqari millionta kasalliklar bor. Shuning uchun qo'rqmasang tekshirishga kelish kerak. Shu vaqtida kelganda bunchalik bo'lmaydi. O'zini orqaga sirtna qilib beraverdi, mana ko'payib ketibdi. Qochib baribir keldinglar. Qochib baribir keldi. Baribir keldinglar. Bunda bittachi kelganda shu mayli, endi buni nomi nasib deymiz. Yo'q berar ekansiz. Nasib deymiz. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli, sizga rahmat. Ukangizni qaytarib topshiraman. Men xursandman, ishingiz yaxshi. Sizga omonlik aka. Siz bilan keyingi nimalarni biz gaplashganmiz, rejalarimizni xizmat qilaylik aka. Bo'ldi, rahmat sizga. Omonlik.